yaxshi gapiringda, buni o'qituvchidagi. Mening ismim Shoazim. O'qituvchi ishlayman. 2006-yildan beri nima bel og'rib keladi. Mana 21 yildan ko'proq vaqt o'tdi, oxiri davolanishga majbur bo'ldik. Oldin ham davolangandi shekilli boshqa joylarda. Oldin yo'q, men oldin davolamaganman. Lekin nima diklofenak nimalar shunaqa ukol olardim. Chunki oilam terapevt vrach bo'lgani uchun aytardim, qilib qo'yardi. Shu bilan haligi og'riq ketar edi, lekin baribir bu bir vaqtinchalik. Lekin mana hozir 7-kun mana kelishim. Oyoqlarim faqat og'ridi. Odam mana shu og'riqlar ketyapti sekin-sekin. O'zimni yaxshi his qilyapman. Yengilsiz, ha? Yengil mana. Uyqu holatda. Oyoq haligi oldinlar oyog'imga haligi tosh osilganda mana shunday yurardim. Man qilib hatto shunday bo'ldiki, emaklab ham qoldik. Nima? Yo'q, hozir mana 7-kun men oldim, Xudoga shukr. Yaxshi nima? Ijobiy tomoniga nima qilyapti? O'zgarayapti. Uchun mana kelyapman, olyapman. Bir oy davolanish kerak ekan, bir oy olish kerak ekan. Biz haligi tuzalib ketamiz degan bilan kelyapmiz. Doktorlarimiz haligi qo'llarida har ko'rmasin. Haligi mana o'zim ham guvohi bo'lyapman, 3 ta 4 ta haligi nima deymiz, shal deymizmi yoki insult deymizmi, shu og'riganlar keldi. Haligi kelganlar bilan gaplashdim, tuzalganlar yo'q, tuzalganlar bor ekan, nima qiyin ekan kecha. Mana yangi yildan bir keldi, bu kishi ham mana lechini olyapti. Nima demak, nima borki haligi shifo bor kelyapti. Agar shifo bo'lmasa kelmaydi, chunki nima o'zi aniq boradi-da bu. Aniq ayniqsa haligi nima qilib endi haligi nima deydi, haligi asab bo'g'inlari, asab bilan kasallangan, hattoki nerv tomonidan kasallangan. Mana bu juda yaxshi nima berar ekan, samara berar ekan. Endi o'zimda haligi ukam vrach bo'lgani uchun ukam bilan ham gaplashdim. So'radi, aka qanday bo'lyapti? Men aytdim, yaxshi. Nima ekan? Aytdiki, ha, yaxshi bo'ladi aka. Ayniqsa nima, ingda bilan davolash bu asabga juda yaxshi nima beradi, effekt beradi.